Mahlitu, Ramazonlar, navbatdagi kamil pechkamiz 1:30ligidan Namangan viloyati Pop tumani Skoutga o'rnatib berdik. Kimga shuni xizmatga kerak bo'lsa, sarlavhalar nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'tin, ko'mir, gazga mo'ljallangan ikkita xonali bemalol isitib beraveradi. Orqa tomoni to'rtlik lista bo'lgan 3 ta duxovka bo'ladi. Bir oshdan ko'rsatib nima qilib beramiz hozir? Obzorini qilib beramiz, chiroyli qilib. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna qilasizlar. Hop. 1:30lik rasxoti 1,5 tonnagacha yoqishyapti ko'mir. Hozir gaz ekan bu yerda, gaz o'chmaydi deyishyapti. Popda, Scoutda hozir gazni yoqib qo'yganmiz. Buni ham ko'rsatamiz. Gazga yonadimi deganlarga mana ko'ra olasizlar. Abzubka ishlari bilan chiroyli qilib o'rnatib yoqib berdik. Orqa tomoni, old tomonini ko'rsatib qo'yamiz. Hop. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Hozir ko'rinishi. Gaz yoqib qo'yishdi gazda. Gazga bo'lsa mana o'ng tomondan keladigan bo'lsa gaz mana shu teshigidan qo'yilaveradi. Bir 30lik oldida ikkita duxovka bo'ladi. Bemalol xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Gaz bo'lsa gazga yonaveradi. O'tin, ko'mir, gazingiz o'chib qolsa o'tin, ko'mir yoqilaveradi. 3 tasi birda deydi. Uyda sement xum, azbestroba, shlakoblok, penablok bo'lsa tepasiga pishkamish 50 tadan 150 tagacha ketadi. Olib qo'ysa, qolgan narsalarni olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Bu 3,5 ga 6-7 xonalarni bemalol ikkitasini isitib beraveradi. Like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.